Assalomu alaykum. Ayniyat mo'ysini ko'rib chiqamiz. Demak, ayniyat mo'ysida masalan bizga mana bunaqa misollar beriladi. Mana ax kvadrat plus bx plus bu yog'i 2x kvadrat minus 3x plus 6 berilsa, hop, mana shu ikkalasi bir ayniyat bo'lsa, mana x kvadrat oldida 2 bor, bu yerda x kvadrat oldida a bor. Demak, a teng nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. Mana x oldida b bor, bu yerda x oldida minus 3 bor. Demak, b teng minus 3 bo'ladi. Hop, s teng 6 bo'ladi. Mana ozod xatga teng. Demak, xulosa qilamiz. X kvadratda oldidagi son bu yerda x kvadrat oldida songa teng bo'lishi kerak mana. X oldidagi son bu yerda x oldida songa teng bo'lishi kerak. Ozod xatga teng bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqyapti bu ayniyatligi. Demak, a2 b minus 3 s nima ekan? 6 ekan. Yana shunga o'xshash. Masalan, xo'p, 3x plus 7 teng ax plus s bo'lsa, ax plus s bo'lsa, bundan xulosa qilamiz. A nima desa, a3 s nima desa, s7. Xo'p, x oldidagi son bilan bu yerda x oldidagi son teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana 3, bu x oldida a. Mana a teng 3, keyin ozod xatga teng bo'lishi kerak. S teng 7. Yana. Masalan, ax kvadrat plus bx plus s teng masalan 2 bo'ladigan bo'lsa, narigi tomonni o'xshatib olamiz. Ax kvadrat plus bx plus s teng bu tomoni 0 kare x kvadrat qo'shilgan 0 kare x qo'shilgan 2 deb mana o'xshatib oldik. Endi bu tomon bilan bu tomon o'xshaydi. A nima desa, a 0 ga teng, b nima desa, b 0 ga teng, s nima desa, s 2 ga teng. Ya'ni altdagi sonlarga teng. Endi xuddi shunday boshqacha ko'rinishdagi misol kelsa, masalan, ax plus b barobar 2x plus 3 bo'ladigan bo'lsa, a nima 2, b nima 3. Mana, demak a 2 ekan, b 3 ekan. Uni qanday bilamiz? Yana boyagidek x oldidagi son bilan x oldidagi son teng. Mana a teng 2, b teng 3 bo'lyapti va hokazo. Davom etamiz. Xo'p, kasr ko'rinishdagi ayniyatlar berilsa, masalan 1 taqsim x kvadrat ayrilgan 4 berilsa, bu tomoni a taqsim x plus 2 qo'shilgan b taqsim x minus 2 bo'ladigan bo'lsa, bunga uy mahraj beramiz. Mana plusligi bo'lsa minusligidan beramiz. Mana x minus 2 dan. Hop, minusligi bo'lsa plusigidan beramiz. Mana x plus 2 dan. Endi bundan 1 taqsim x kvadrat minus 4 barobar bunisi ax minus 2a taqsim mahraji x kvadrat minus 4 bo'ldi. Bunisi bx plus 2b taqsim mahraji x kvadrat minus 4 bo'ldi. Endi mahrajlarni tashlab yuboramiz. Mahrajlarni tashlab yuborsak, bu yerda 1 teng, hop, ax qo'shilgan bx, keyin plus u yog'ida 2b minus 2a qoladi. Endi buni yozib olamiz. 0 kare x qo'shuv 1 deb yozib olamiz barobar. Hop, bu yog'i x chiqarib olsak, a plus b mana x plus 2b minus 2a. Endi buni xulosa qilamiz. Mana a plus b x oldida, bu yerda a plus mana x oldida 0. Demak, a plus b nimaga teng? 0 ga teng deb yozib olamiz. Bu yerda 2b minus 2a. 2b minus 2a ozod xat 1 ga teng deb yozib olamiz. Ya'ni mana shu ayniyatdan kelib chiqdi. Ya'ni ikki tomon tengligida. Endi buni ishlab qo'yamiz. A ni topish kerak bo'ladi. A ni topish kerak bo'lsa, demak tepani 2 ga ko'paytiraman. Tepani 2 ga ko'paytirsam 2ta a qo'shilgan 2ta b teng 2ta 0 bo'ladi. Keyin bu yog'i 2b minus 2a teng 1 bo'ladi. Endi ikkovini qo'shib yuboraman. Qo'shib yuborsam 2alar ketadi. Mana 2a bilan minus 2a ketadi. 2b ga 2b 4b teng 1. Bundan xulosa b teng 1 taqsim 4. Agar b 1 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, b 1 taqsim, mana agar b ni joyiga 1 taqsim 4 qo'yib bu tomonga o'tqizsam, a teng chiqadi. Shuni qarama-qarshi a teng minus 1 taqsim 4 chiqadi. Demak, kasrli ayniyat kelsa, demak, umumiy mahraj berib, mahraj tashlab yuborib, qolganini mana, ya'ni yetmay qolsa 0 kare x deb bu tomonga o'xshatib ishlaymiz. Bizga bu ko'rinishda misollar berilsa, mana a minus b taqsim a plus b bo'lsa, keyin barobar bu yog'ida minus b minus a taqsim a plus b berilsa, mana shu ayniyatmi deb so'raydi. Ayniyatmi desa, mana e'tibor beramiz. Mahraji a plus b, buni ham mahraji a plus b, ikkalasi bir xil. Endi tepani tekshiramiz. Tepani tekshirsak, tepaga bitta minus ta'sir qilsa, mana ishlayapti. Barobar tepaga bitta minus ta'sir qilsa, bu ikki joyi almashadi. A minus b, mana a ni oldi plus bo'lib qoladi, b ni oldi minus bo'lib qoladi. Taqsim mahraji a plus b. Endi e'tibor bersak, bu bilan buni mahraji mana bir xil.
surati ham bir xil. Demak, bu bilan bu ayniyatmi desa, ayniyat bo'libdi. Nega desa, ikki tomon teng chiqibdi. Yana shunga o'xshash misol. Masalan, a ning kubi plus b ning kubi taqsim a plus b barobar a kvadrat minus ab plus b kvadrat. Mana shu ayniyatmi desa, bu ham ayniyat. Nega desa, buni yoysa, birinchi qovus nima bo'ladi buni yoysa? Demak, birinchi qovusi a plus b bo'ladi. Keyin qovusi a kvadrat minus ab plus b kvadrat bo'ladi. Taqsim mahrajida nima bor? A plus b bor. Mana a plus b bilan mana a plus b qisqarib ketsa, demak mana a kvadrat minus ab plus b kvadrat mana unga teng. Ya'ni ikkovi bir xil. Ya'ni shunga teng ekanligi kelib chiqadi. Yana x kvadrat minus 4 taqsim x plus 2. Mana shu ayniyatmi desa, mana shu x plus 2 teng x minus 2. Mana shu ayniyatmi desa, xo'p, ayniyatligini bilish uchun mana ishlab ko'ramiz. Ya'ni mana 4 nimani kvadrat, 2 ni kvadrat. 2 ni kvadrat desak, bir qo'shib birlashga tushadi. Qo'shilgani qisqarib ketadi, ayrilgani qoladi. Demak, bu ham shuni xulosa qilamiz, ayniyat ekan. Yana x kvadrat ayrilgan y kvadrat taqsim x minus y barobar x plus y. Bu ham ayniyatmi desa, bu ham xuddi shunday. Bir marta qo'shiladi, bir marta ayriladi. Ayrilgani qisqarib ketsa, qo'shilgani qoladi. Demak, shuni xulosa qilamiz, bu ham ayniyat ekan. Yana, masalan, minus a minus b minus c bo'lsa, qavs ochib olsak nima bo'ladi? Minus a plus b plus c so'raydi. Mana shu ayniyatmi deydi. Mana qavs ochib oldik mana. Minus a plus b mana plus c. Ya'ni ikkalasi bir-biriga teng narsa. Teng narsa degani o'shalar ayniyat degani. Endi yana p minus 1 taqsim p plus 1. Yana bu yerda 1 minus p taqsim 1 plus b. Bu ayniyatmi desa mana p plus 1 bilan 1 plus b ikkalasi bitta narsa. Ya'ni ikkalasi teng. Endi tepada p minus 1 bilan 1 minus b bitta narsa emas. Shuning uchun bu ayniyat emas. Ya'ni ayniyat emas. Mana mahrajlari teng, lekin suratlari teng emas. Agar mana oldida minusi bo'lsa, endi buni ishlasak, mana 1 plus b turaveradi. Tepaga minus ta'sir qilsa, minus 1 plus b bo'ladi. Minus 1 plus b 1 bo'ldi degani mana minus 1 bilan minus 1 teng, mana p bilan p teng. Shuni xulosa qilamiz. Endi suratlari ham bir xil bo'ldi, mahraji ham bir xil bo'ldi. Demak, endi ayniyat bo'ldi. Ya'ni mana minusi bo'lsa ayniyat bo'libdi. Mana minusi bo'lmasa ayniyat emas. Yana x ning kubi ayrilgan y ning kubi. Xo'p, teng x ayrilgan y x kvadrat ayrilgan xy qo'shilgan y kvadrat. Mana shu ayniyatmi desa, tekshirib ko'ramiz. Bu formula bo'layapti. Birinchi qavs x minus y bo'ladi. Xo'p, bu tomonida kamchiligi bor. Nima kamchiligi bor desa, bunda mana minus bo'layapti. Minus bo'lsa, demak bu ikkalasi ayniyat emas. Nega desa, bu ikkalasi bunga teng emas. Agar mana x y oldi plus bo'ladigan bo'lsa, shunda bu bilan bu ikkalasi mana formula bo'ladi. O'sha formula bunga teng bo'ladi. Shunda ayniyat bo'ladi. Endi mana shu birinchi misolimiz, mana shu ayniyatmi deb so'ralsa, biz ayniyatligini topishimiz uchun buni bunga bo'lib ko'ramiz. Ya'ni mana 2n plus 3 ni bo'lamiz burchak usulida n plus 1 ga. Ikkitadan beramiz. Ikkitadan bersak nima bo'ladi? 2n plus 2 bo'ladi. Ayirib olamiz. Ayirib olsak 2nlar ketadi. 3 ni 2 ni ayirsak 1 chiqyapti. Xo'p, endi qoida bo'yicha birinchi chiqqan natija yoziladi. Chiqqan natija nima bo'layapti mana? 2 demak, mana 2 yozilgan. Bu to'g'ri bo'layapti. Mana 2 yoziladi. Qoldiq, o'sha qoldiq tepaga yoziladi. Mana qoldiq 1 bo'lsa, o'sha 1 tepaga yozilyapti mana. Demak, tepada 1, mahrajda nima bo'ladi? n plus 1. Demak, bu to'g'ri ekan, bu ayniyat, chunki bir xil chiqyapti. Ya'ni 2 birinchi yoziladi, qoldiq tepaga yoziladi, mahrajdagi n plus 1 mana mahraj turaveradi. Endi bunisini tekshiramiz. n kvadrat minus 3n plus 5 o'shani n plus 2 ga bo'lishimiz kerak. Endi bunga n dan beramiz. N ga n ni ko'paytirsak n kvadrat bo'ladi. Bunga buni ko'paytirsak 2n bo'ladi. Ayirib olamiz. Ayirib olsak n kvadratga ketadi. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, buni minus 3n ni 2 dan ayirsak minus 5n plus 5 bo'ladi. Endi bunga o'xshatish uchun bunga minus 5 dan beramiz. Minus 5 dan bersak minus 5n minus 10 bo'ladi. Ayirib olamiz. Ayirib olsak 5nlar ketadi. Bundan buni ayirsak 15. Endi 15 bu qoldiq. Demak, qoidasi bo'yicha birinchi n minus 5 yoziladi mana. N minus 5. Bunda ham n minus 5. Demak, to'g'ri bo'lyapti. Qoldiq tepaga yoziladi. 15 tepada, n plus 2 pastda. Demak, bunisi ham ayniyat. Bu ayniyatmi desa mana tekshirib ko'rdik. Ayniyat ekan. Bu ayniyatmi desa mana tekshirib ko'rdik. Bu ham
ayniyat ekan. Keyin osonlari ham bo'ladi. Masalan, osonroq bo'lsa 12n plus 13n kvadrat taqsim n bo'ladi mana. Bu shunchaki bo'lib qo'ysa bo'ladi mana bittalab. Mana 12n ni n ga bo'lsa n'lar ketadi 12 plus 13n kvadrat n ga bo'lsak n kvadrat bilan n ketadi-da 13n mana. Bu oddiyrog'i. Bu ikkovi ayniyatmi desa, bu ham ayniyat bo'ladi.